Kabelimiz ProCab APNP 2.6. Haqiqatan ham 2.6 chiqadimi? O'lchab ko'ramiz. Archilab tozalandi. Diametrini o'lchaymiz. Diametrini o'lchasak, shtangen sirkulni ko'rish mumkin. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 208 mm ekan diametri. Diametri 208 mm chiqdi. Bundan endi ko'ndalang kesim yuzasini topib olamiz. Bizda diametr 208 bo'lsa, formula bo'yicha pi ko'paytirilgan r kvadrat, ya'ni 3,14 ko'paytirilgan radiusning kvadratiga 208 ning radiusi 1/4 bo'ladi. 1/4 ning kvadratiga 1/4 ning kvadrati bizda 1/96. Demak, 3,14 ni ko'paytiramiz. 1/96 ga teng 615/44 chiqar ekan. Demak, bizda haqiqatan ham bu hozirgi o'lchagan ProCab kabelimiz aytilganday zavod talabiga javob beradi. 2.6 ekan. Ikkinchi formula ham bor. Yana topsa bo'ladigan. Bu formula bizda S teng 3,14 ko'paytirilgan diametrning kvadrati taqsim 4 yoki 0,785 ni ko'paytiramiz diametrning kvadratiga, ya'ni bizda 0,785 ni ko'paytiramiz 208 ning kvadratiga. 208 ning kvadratiga teng bizda bo'ladi bu 208 ning kvadrati, ya'ni 785 ko'paytirilgan 208 ning kvadrati 784 chiqadi bizda. 784 0,785 ni 784 ga ko'paytirsak, bu bizda 615/44 chiqadi. Ikkala holatda ham javob bir xil. Demak, bizda ProCab kabelimiz 2.6 APNP haqiqatan ham 6 mm kvadrat va bu uzoq muddat 32 ampergacha bo'lgan nominal tokka bardoshli bo'lib xizmat qilib beradi.